Salom do'stlar, mana men hozirgina mana bajardim do'stlar. Nima bo'lyapti? Kimda nechta qizil bor do'stlar? Ukam ekamiz bitta akkauntda o'ynayapmiz. Do'stlar mana Farhod uka qara mana. 4-chisini ochyapman. Xudo xohlasa Husanov keladi do'stlar. Husan tush kerak. Iloj bo'lmasa ham Husan tush kerak. Husan tushmasa rozi emasman. Farhod uka qara, sen ham rozi bo'lib tur. Husan tushadi do'stlar mana, Xudo xohlasa mashallah. Husan tushsin. 1 2 3. Do'stlar qaramayman. Bu onlarga qaramayman. Do'stlar qizil olyapmiz. Do'stlar kim? Do'stlar 15-raqam chap oyoq. Normali pas 88. Zo'r fint bilan aldadi. Chapaqtab ketyapti. Zamaq. Chapaqda tevdi. Bal kontrol 87. Arda Güler! Arda! Voy bilan! Arda Güler do'stlar, nima bo'lyapti bu? Sigma boy. Va do'stlar qaytdi. Va do'stlar Arda Güler. Voy bilan. Va do'stlar Arda. Do'stlar aytgancha Messi 85 bo'ldi. Farhod 85 bo'ldi Messi. Mana futbolchilar olib sotib berganlarim. Mana bilan mana uni sotib olgan edim men. Shu ekan sotamiz sen bu yoq. Ungacha bunalar sotib olgan ekansan. Faqat bu yerni aniq ko'r. O'tkazib berma sen. Aytgancha mayna Declan Rice olmasin yo'q ekanda. Declan Rice normal deb qo'yar lekin. Do'stlar Arda chiqib kelyapti-da boru. Nima gap bor? Dan. Nima gap? Ardaga nima gap? Ey Arda, salom alaykum. Arda Güler. Do'stlar, endi oxirgisiga mashallah harakat qilamiz. Xudo xohlasa akkauntimizda qalpoqchan onlarni kim oldi? Do'stlar, akkauntim nomini Messi 85 bo'ldi deb qo'yibman. Akkaunt nomi nima edi? FK Barcelona. Do'stlar, nima gap? Nima bo'lyapti? Do'stlar, Xudo xohlasa Messi Ardani tushirib oldik. Videoni shu yergacha edi. Xursand bo'lgan bo'lsang bo'ldi do'stlar, men ham xursandman. Mashallah. Mana bu kepkani olishimiz kerak albatta. Do'stlar, ko'rishguncha shu videomiz shu joyda tugadi. Ko'rishguncha baxtli kunlarda yana bir ochganimizda ko'rishamiz sizlar bilan. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan Dallas Kuldashev.